Assalomu alaykum. Nodir Borahimov kanali подписчиклari, a'zolari, rezidentlari va nerezidentlari. Xo'p, qaranglar. Bugun Nodir akam keldilar. Ozgina video olmoqchimiz. Video 3 ta qismga bo'linadi, xudo xolasa. Birinchi qismda sharoiti, nima qanaqa sharoitda yaratishimiz kerak, quyon biznesini boshlash uchun. Ikkinchi qismda ozuqasini haqida gapirib o'tamiz. Uchinchi qismida havoni to'g'risida. Ya'ni 3 ta narsa quyonni biznesini boshlash uchun 3 ta narsa kerakli narsalarni to'g'risida gaplashamiz. Bugun birinchi qismini olamiz. Ketma-ketlikda sizlarga og'ir bo'lmasa, agar shunda like bosib, komment yozib, podpiska urib qo'yinglar. Xo'p, qaranglar, boshladik. Birinchi nimadan boshlaymiz? Ko'pchilik so'raydi, nimadan boshlaydi? Quyon olishim kerak, parodani qidirishadi, boshqa qidirishadi. Zotda emas gap. Okalar, nima zot boqsanglar ham quyonni olib kelyapsizlarmi? Quyonga sharoit yaratib beringlar. Ya'ni zdaniyamiz yopiq bo'lsin. Bu faqat yozga mo'ljallab emas, ertaga qishda ham kerak yopiq joy. Ya'ni hamma yoqda sovuq urmasligi uchun yozda ham quyosh bizada dahshat yozda bo'ladi. Quyosh charaqlab bizning miyamiz o'tib ketgandan keyin bular miyasidan o'tish kerak emas. Shuning har tomonlama yaratishimiz kerak. Yozga gofra kartonlarimiz bo'lishi kerak. Обязательно ventilyatsiya bo'lishi kerak. Unga aniq qiladigan, nima edi, havo tortib beradigan. Обязательно yaxshi kletkalarimiz bo'lishi kerak. O'shandan keyin sizlar quyon ola olasizlar. Ya'ni hamma sharoitlarni yaratib qo'yganinglardan keyin bemalol quyon olib o'zinglarni ham qiynamanglar, sharoitinglar yo'q bo'lsa, jonzotni ham qiynamanglar. Chunki buni o'sha bo'ynimizdan olganimizdan keyin sotib olib, uni ham javobgarligi bor. O'shani ham esinglardan chiqarmanglar, iltimos sizlardan. Xo'p, olib keldik, qildik, hammasini yaratib qo'ydik. Ham o'zimizga ham zo'r, hech qanaqa qiyinchiliksiz biz boqamiz. Top-toza setka. Ko'pchilik aytadiki, etajli olaman setkalarni tepasiga 1 2 3 4 5 etajli qilgan fermalarni ko'rganman. To'g'ri, joydan yutasizlar, lekin qulaylikdan yutqizasizlar. Nimaga menda faqat 1 etajli? Menda 2 etajli ham misol uchun hazvalat qiladi. Zdaniya ham katta. Bo'yi 4 deyman-da, o'rtasi 4. Bemalol 2 etajli qila olaman. Lekin menga ularga qarash uchun noqulay bo'lyapti. Ya'ni bitta stulchik qo'yib, tepasiga chiqib qarab, bu menga to'g'ri kelmagani uchun men mayli ozgina joydan yutqizing, lekin o'zimga qulaylik yaratib qo'ying degan maqsadda mana shuni biz qilib qo'ydik. 1 etajlilarni tanladik. Lekin katta fermalarda 2 etajli ham qilsa bo'ladi. Hozircha biz balki o'sha paytgacha biz ham o'sarmiz, lekin hozircha biz mana shu narsada to'xtadik. Xo'p, keyin ikkinchi masala, olib keldik. Quyonni tanlashni boshlaymiz. Sharoit yaratib qo'ydik. Quyonni tanlashimiz boshlaymiz. Nima quyon, nima zot boqamiz degan o'zi savol bo'ladi. Har tomonlama men faqat hikolimi maqtayman. Sizlar bilasizlar, meni boshimdan hikoldan tashqari nima zot bo'lsa hammasini 100% boqqanman, deya olmayman, lekin aksariyati 80% ni boqib qo'yganmiz, boqib ko'rganmiz. Bizani O'zbekiston sharoitiga go'sht yo'nalishi, ya'ni o'sha go'sht tanqisligi bo'lgani uchun mana biz mana shu zotni tanlaganmiz. Bekorga emas. Butun dunyo bo'ylab mana shu zot o'zini zo'r rekomendatsiya qilib qo'ydi, zo'r o'zini oqlab qo'ydi. O'shaning uchun biz hikolga to'xtadik. Hikoli bor. Adashmanglar, toza hikoli ham ko'pchilik odamlar bizda boqishi bilmagani uchun u zotga qo'shib ko'rgan, bu zotga qo'shgan, shu bilan qonni aynitib qo'ygan. Ko'pi bor, yo'q emas. O'shaning uchun ishonchli joydan olinglar. Bu degan faqat mendan olinglar, faqat Nodir akamdan olinglar degani emas. O'zingizlar ishongan baribir bo'ladi-ku, qanaqadir qaysidir quyonchiga yuraginglar o'shanga talpinib yaxshi ishonch bildirgani uchun o'shalarni olaveringlar. Faqat ishonch hosil qilsanglar bo'ldi, toza. Ya'ni o'sha toza zotga e'tibor qilinglar. Sharoit haqida
gaplashdik, ko'rdinglar, setkani ustida o'tiribdi hamma quyonni bir marta quyonlarni olib chiqishganda bozorga men quyonlarni ekishyapti. Voy quyonchilik dedi. Shunaqa nima qildingiz dedi, Lelva nima qildingiz dedi. Bitta so'rayapti, olib qo'ygan deb bizada anaqa olib sotar olib keldi, gapirib beryapti. Nima qildingmi dedi. Buni nima cho'miltirdingmi bozorga olib chiqishdan oldin? Bitta kiri yo'q. Mana bunaqa toza narsa ko'rdinglar. Bu setkada o'tirgani uchun, shunaqa natija. O'shanga pokizalik birinchi o'rinda demasak ham, lekin oxirgi o'rinda emas. O'shanga e'tibor qilinglar. Birinchi qismimizni bu yerda tugatamiz. Uzun video qilamiz degan maqsadimiz yo'q. Prosta yangi boshlayotganlarga ozgina tushuncha, nimadan boshlashimiz kerakligini aytib o'tamiz. Alloh uchun hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.